Yuziga uhud qilishni bilmagan qiz oddiygina kir sovunni olib, uni yuziga yaxshilab ishqalab, yuzini quritib, dabdala qilib yuboradi. Yuziga uhud qilishni biladigan qiz Lagon brendining umvalkasini olib, ozgina suv qilib, uni yaxshilab ishqalab, ko'pirtirib, yuziga surib oladi. Yuziga uhud qilishni bilmagan qiz 10 kunlik sassiq sochig'i bilan yuzini artib oladi. Yuziga uhud qilishni biladigan qiz oddiygina rulonoviy salfetkada yuzini yaxshilab ohistalik bilan artib oladi. Yuziga uhud qilishni bilmaydigan qiz uyidagi lyuboy kremni olib, yuziga ishqalab surib ketadi. Yuziga uhud qilishni biladigan qiz umvalkadan keyin обязательно yuzidagi poralari kattalashib ketmasligi uchun Lagon brendining glinovaya maskasini yuziga yaxshilab surib oladi. Lagon brendining bu glinovaya maskasi yuzinglarni quritib yubormaydi, qora tochkalarni ketkizib beradi. Poralarni 35% gacha yuzinglardan yopib beradi. Maskasini surib, uni 10-15 minutga qoldiradi. 15 minutdan keyin esa uni yaxshilab yuvib tashlaydi. Yuziga uhud qilishni biladigan qiz Lagon brendining kremini surib, yuz uhudini tugatib oladi. Yuziga uhud qilishni biladigan va yuziga uhud qilishni bilmaydigan qizni yuz farqlarini ko'ryapsizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'ng tarafda serdichkani bosib qo'ysanglar, xursand bo'lardim.